2-3 soatlardan keyin juda bir o'ttiz to'rt yillik armonlarimiz amalga oshgan kunlarni ko'rib, mana birinchi o'yinimiz albatta qiyin komanda bilan tushdi, lekin bolalarim, yangi O'zbekiston farzandlarim shiddat bilan o'zini kimligini, qaysi buyuk millatga mansub ekanini maydonda ko'rsatdi. Fursatdan foydalanib qahramon farzandlarim, iloyim omad yor bo'lsin ularga. Ha oğlum. Dada bugün bayram O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynab O'zbekiston yutadi. Oğlum agar rostdan O'zbekiston Portugaliyani yutsa, men senga bitta PlayStation 5 olib beraman. O'sha tarixiy o'yin O'zbekiston Portugaliya o'yinida taxminiy hisobni kommentga yozasiz va birinchi taxminiy hisob g'olibiga smartwatch, ikkinchisiga esa ushbu quloqchinimiz sovg'a bo'ladi. Uchinchi sovg'amiz ham bor. Ushbu video tagida eng chiroyli komment yozasiz. Kommentingiz eng ko'p like to'plasa, albatta 100 ming sizga paynet qilib beramiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Shuni kim qila oladi ekan? Kim shunday qilib ushbu video tagiga rasm yoki video qilib bizni belgilasa, o'sha trenddagi oq bo'rilar oyog'ini sovg'a qilamiz yoki pulini kartangizga tashab beramiz. Olg'a O'zbekiston. Bugun biz O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz.